An'anaviy lizing bitimi va islom ijara bitimi orasidagi qanday asosiy farqlar bor? Avvalambor aytganimizdek, ijara va an'anaviy lizing qaraydigan bo'lsak, bunda bir qancha asosiy farqlar bor. Birinchisi, islomiy ijarada ijaraga berayotgan, ya'ni mulkni, obyektni ijaraga berayotgan taraf o'sha mulkni egasi hisoblanadi. Lekin an'anaviy lizingda agar bu aytaylik, moliyaviy lizing bo'ladigan bo'lsa, bunda ijaraga berayotgan taraf ijaraga berishi bilan u mulk ijaraga oluvchini balansiga, ya'ni uni mulkiga aylanadi. Ikkinchi farq shundan iboratki, agar ijaraga berayotgan taraf bu mulkni o'ziniki bo'lganligi uchun undan ijaraga oluvchi foydalanayotgan davrda bu mulkka qandaydir zarar yetsa, bu albatta ijaraga oluvchini aybisiz qandaydir zarar yetsa va mulk buzilib qolsa, uni tuzatib berish bu ijaraga beruvchini zimmasida bo'ladi. Va tuzalayotgan bu mulkni, obyektni tuzatishga ketayotgan muddat ichida undan ijara haqqini olish ham taqiqlanadi. Uchinchi asosiy shartlardan biri bu mulkni takoful qilish, ya'ni sug'urtalash, bu mulkka takoful xarajatlari mulkka beruvchini, ya'ni ijaraga beruvchini zimmasida bo'ladi va ijaraga oluvchi bu narsadan ozod bo'ladi. Yana bir farqlardan biri shundan iboratki, an'anaviy lizingda ijaraga oluvchi agar haqqini vaqtida to'lamasa, unga jarimalar bo'lishi mumkin, unga qo'shimcha foizlar, jarimalar undirilishi mumkin. Lekin biz bilamizki, islom moliyasini talablaridan biri bu ijaraga oluvchini vaqtida to'lamaganda jarima to'lamaslik. Lekin hozirgi kundagi juda ham ko'p islom moliyasi ulamolari jarima olishga ruxsat berishgan, lekin bu olingan jarima, ya'ni vaqtida to'lamagandan ijaraga oluvchidan undiriladigan jarima bu xayriyalarga yo'naltiriladi va bu hech qachon islom moliya muassasasini foydasiga jarimalar qo'shilmaydi. Bu islomiy ijara bilan an'anaviy lizingning asosiy farqlari hisoblanadi.